Ayni daqiqalarda bizda mehmon bor. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, 21-25 aprel kunlari respublikamizda xalqaro tasviriy va amaliy san'at festivali o'tkaziladi. Unda dunyoning bir nechta mamlakatlaridan mohir rassom va hunarmandlar ishtirok etishi kutilyapti. Aynan shu haqida suhbatlashish uchun studiyamizga O'zbekiston Badiiy akademiyasi badiiy ko'rgazmalar direksiyasi direktori Orziqul aka Ro'ziyevni taklif etganmiz batafsil ma'lumot olish uchun. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. Erta tongdan A'lo kayfiyat, bayramona kayfiyat. Bayramona dasturimizga kelishga biroz qiynalmadingizmi? Odatda o'zi erta turasizmi? Ha, odatda vaqtli turamiz. Demak, ish uning uchun foydali. Rahmat. Endi oldinda kutilayotgan tadbirlar haqida batafsil ma'lumotlar berishni boshlasangiz. Bu tadbirimiz har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelayotgan tasviriy va amaliy san'at festivali bu yil joriy yilda 21-25 aprel kunlari o'tkaziladi. Bu bahor ayyomi boshlangandan har xil bayramlarimiz, ayniqsa ayollarimizni bayrami, keyin Navro'z ayyomiga qo'shilgan holda katta bir saylga o'xshagan tadbir bo'ladi. Buni markaziy qismi o'zimizning Badiiy akademiya tasarrufidagi badiiy ko'rgazmalar direksiyasi markaziy ko'rgazmalar zali tanlangan va o'sha joyda ochilish marosimi bilan boshlanadi. Bu bir vaqtda o'zida butun respublikamiz bo'yicha o'tkaziladigan tadbir bo'lib, butun respublikamiz bo'yicha o'tkaziladi va bu tadbirda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan tasviriy va amaliy san'at mutaxassislari, unga qiziqadiganlar, u shart emas rassom bo'lishi, haykaltarosh bo'lishi, o'zini shunga qiziqish bildirgan insonlar va shu narsani farzandlariga va ko'rsatishga va farzandlarni shu ta'lim yo'nalishiga o'rgatishga eng bir qiziq jarayonlarni ko'rsatishga bir sabab bo'ladigan bir katta tadbir hisoblanadi. Demak, hamma barcha ishtirok etishi mumkin. Hozir aytib o'tdingiz 7 yoshdan 70 yoshgacha, 71 yoshga kirgan bo'lsa ham ishtirok etsa bo'ladimi? Bemalol. Albatta, xursand bo'ldik. Siz mana yurtdoshlarimiz aynan mana shunaqangi chiroyli ko'rgazmalarga qiziqishadi. Yopirilib borishadi. Rassomchilik ko'rgazmalarida aynan o'zim ham qatnashganman. Chunki bilasizmi, san'at ahli har narsaga qiziqadi, izlanadi. O'shandan nimadir ham o'ziga oladi. Lekin bir narsa qiynaydiki, har yil bir xil o'tadimi? Yoki bo'lmasam bu yil qandaydir bir o'zgacha boshqa bir tayyorgarliklar, qanaqangidir bir boshqacha bir qarashlar bormi? Avvalgilardan nimasi bilan farq qiladi? Har yilgi festivalimiz o'ziga xos yangi ko'rinishlarda aks etadi. Bunga bu masalan buni birinchidan xalqaro bo'lganligi. Oldin festivalimiz oddiy respublika bo'yicha nima qilinadigan bo'lsa, bu hozir xalqaro darajasiga ko'tarildi va bu yildan yil bunga qiziqishlar juda ko'payib ketyapti. Bu yil masalan shu festivalimizga Rossiyadan, Turkiyadan, keyin Koreyadan, keyin o'zimiz hamma biladimi, Turksoy tashkiloti bor. Shu Turksoy tashkilotini ichidagi davlatlar o'zimizning Turkmaniston, Ozarbayjon, Qirg'iziston mana shu davlatlarning vakillari ham o'zlarining qiziqishlarini bildirib, shu o'zlarining loyihalari bilan qatnashyapti. Ayniqsa nima bo'ladigani, masalan Turksoy tashkilotini o'zini alohida bir proyekti bilan kelyapti. Bular turk dunyosi ayollarini ko'rgazmasini tashkil qiladi. Afarin. Ko'rgazmasini bu alohida yaxshi ko'rgazma bo'ladi va undan tashqari Koreya davlatidan qiziqish bildirib, bular har yili 10 ta, 20 ta, bu yil 50 ga yaqin Koreyaning Kimyong universitetidan 50 ga yaqin talabalar, o'qituvchilar va o'sha Kimyong universiteti rektorlari tashrif buyurishyapti. Ular ham o'zlarining proyektlari bilan, loyihalari bilan qatnashyapti. O'zimizni ko'pchilik biladigan Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik dizayn instituti yoshlari bilan bir safda bular ham defile, liboslar ko'rsatishadi, o'zlarining alohida ko'rgazmalarini tashkil qilishadi. Xullas, bizani yoshlarimiz bilan bir qatorda ular ham shu yerda qatnashib, shu yerda mahorat darslariga ishtirok etib, ayniqsa ko'pchilik qiziqadi, tasviriy san'at tayyor asarni ko'rgan boshqa, u asarni yaratilish jarayonini ko'rgan boshqa. Mana shu jarayon shu festivalda ko'rsatiladi. Demak, amaliy ishlar ham amaliy san'at, tasviriy san'at asarlari shu yerda o'zida o'sha yerda yaratiladi shu asarlar.
Eng qizig'i bu yerda katta o'zimizni professorlarimiz, akademiklarimiz yosh o'sha o'zimizni ixtisoslashgan maktab o'quvchilari yoki institut talabalari boshqalar bilan bir qatorda mahorat darslarini ko'rsatishi bolalarga juda ham qiziq bo'ladi. Ayniqsa bu butun respublikamiz bo'yicha bo'layotganligi sababli respublikani o'z joyida boyagi hokimiyatlarni oldida, hokimiyatlarning tashabbusi bilan boshqa nimalar bilan katta tadbirlar bo'lishi bilan bir qatorda u yerdan vakillar Toshkentga keladi, respublikaga keladi. Toshkentga kelganda ular shu respublikamiz markazida o'quvchilar yoki talabalarni o'quv jarayonlarida yoki mana shu professor o'qituvchilarni qanaqa katta rassomlarga qiziqishadi, ular qiziqish bildirishadi. O'sha viloyatlarning chekka hududidan kelgan o'quvchilar shularni ko'radi. Shular bilan bir qatorda ko'rgazmalarga ishtirok etadi, mahorat darslariga ishtirok etadi. Bu jarayon juda ham qiziq bo'ladi. Albatta. Mana bilasizmi, biz san'atkorlarda shunday bir gap borda, siz faqatgina tayyor mahsulotni ko'ryapsiz. Ungacha bo'lgan mehnatni, ungacha bo'lgan jarayonni, mana shu bir nuqtaga yetib kelgunimizgacha bo'lgan tanqid va e'tirozlardan sizning xabaringiz yo'q degan bir ichki so'zimiz bo'ladi. Qancha chig'iriqlardan o'tamiz. Haqiqatdan mana mehnat turadi uni haqiqatdan. Bugun mana bilasizmi, mana shu xalqaroga chiqqan mana bu ko'rgazmamiz meni shunday xursand qilyaptiki, negaki mana Turksoy tashkiloti deyapsiz. Turksoy tashkiloti bilan birgalikda Turksoy tashkiloti boshchilik qilgan aynan festivallarda, ko'rgazmalarda o'zim ham ishtirok etdim va bu xalqaro bo'lganligi uchun bizda shunaqangi bir sharoit tug'iladiki, biz chet davlatdan kelgan mehmonlarimizning san'at asarlari bilan tanishamiz yoki bo'lmasam ularning ijrolari bilan tanishamiz, ular bilan fikr almashamiz va madaniyatimizni, san'atimizni ham almashamiz, o'rganamiz. Shu o'rinda yana bir narsa meni qiziqtiryaptiki, xalqaro bo'lgandan keyin u yerda taqdimot ham bo'lardi. Bu yerda qanaqa hozir taqdirlash marosimlari? Shunaqa bu endi albatta bu siz bo'lmaydi. Yildan yilga saviyasi ortib borayotgan ekan, ishtirokchilar soni ortib borayotgan ekan, demak taqdirlash shunga yarasha bo'layotgandir-da. Ham albatta shunaqa bo'ladi. Endi har bitta loyiha uchun, har bitta bu ishtirokchilarni biza siz e'tiborsiz qoldirmaymiz. O'shanga ham qiziqishlari, o'sha yoshlarimizni nimasi shunga yarasha bo'ladi. O'sha uchun taqdimot marosimi 5-kunda albatta bo'ladi va unda biza festivalda yaxshi o'zining loyihalari bilan, yaxshi asarlar bilan qatnashgan yoshlar, katta rassomlarimizga ham o'zimizni medallarimizni tayyorlaganmiz, oltin, kumush, bronza medallarimizni. Undan tashqari har xil statuetkalar, har xil boyagi qimmatbaho sovg'alar, albatta e'tiborsiz qoldirmaymiz hech kimni. Mana shunaqa yo'nalishlar, nechta yo'nalish bor? Endi tasviriy va amaliy san'atda yo'nalishlar juda ko'p. Bitta tasviriy san'atda o'zida 15 dan oshiq yo'nalishlar bor. Amaliy san'atda ham xuddi shu narsa. U yo'nalishlar juda ko'p. Undan tashqari nominatsiyalar e'lon qilamiz. Yilning yaxshi eng yosh ijodkorini tanlaymiz. Eng yaxshi boyagi o'sha nimalarning ichidan chiqib kelayotgan yoshlarni tanlab olinadi. O'sha yaxshi asari uchun beriladi. Ularni mana shunaqa har xil nominatsiyalar nima qilganmiz, ularni shu qiziqtirish maqsadida, ularni nima qilish maqsadida. Albatta, sizlarni ham va tomoshabinlarimizni ham shu tadbirga taklif etamiz. Taklifnomalarimiz bor. Taklifnomalarni ham oldik. Taklif etamiz. Borib jarayonni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rsalaringiz juda ham qiziq bo'ladi. Mana taklifnomalarimiz. Aziz yurtdoshlar, sizlarni ham aynan mana shu ko'rgazmaga kelishingizni taklif etib qolamiz. Biz ham o'zimizcha xayolan yoki uyda bo'lganimizda ham rasmlar chizamiz. Olib borsak, balki biz ham qaysidir nominatsiyada g'olib bo'larmiz. Albatta. Balki. Bu faqat bor. Yana bitta narsani aytish kerak, bu faqat tasviriy va amaliy san'atda boyaga chizishda nimada emas. Buning ichida bir qator ilmiy konferensiyalar o'tkaziladi. Ilmiy konferensiya, davra suhbatlari bo'ladi. Katta akademik professor rassomlarimiz bilan va chet eldan kelgan rassomlarimiz bilan yoshlarimizni tanishtirish, ular bilan suhbatda olib borish, o'sha ish jarayonida yoki asar yaratish davomida nimalarga e'tibor berishi yoshlarga qiziq bo'lgani uchun mana shunaqa davra suhbatlari, ilmiy konferensiyalar, mana shunaqa narsalari ham bo'ladi. Ofarin. Nima bo'lganda ham hozir boshlang'ich ma'lumotlarni oldik. O'ylaymizki, haqiqatdan yildan yilga rivojlanib borayotgan bu festival qanchadan qancha iqtidorlarni
qanchadan qancha mamlakatlar bilan yana ham do'stlik aloqalarini mustahkamlaydi. Orziqulga berilgan ma'lumotlar uchun tashakkur. Juda ham xursand bo'ldik. Taklifnomalarni oldik, dilimizga tugib qo'ydik. O'zimizda ijod namunalarimiz bo'lsa albatta ishtirok etamiz va yurtdoshlarimizni ham o'zini iqtidorliman deb hisoblagan yurtdoshlarimizni, o'g'il-qizlarimizni yuqorida aytib o'tganimizdek 7 yoshdan 70 yoshgachadan ham keyingi yoshdagilarni ham taklif etamiz. Albatta. Katta rahmat. Rahmat sizlarga ham taklif etganlaringiz uchun. Rahmat.